Assalomu alaykum tadbirkor akalar. Xo'p, bu video kim uchun? Sotuv bo'limini yaxshilamoqchi bo'lgan, kuchaytirmoqchi bo'lgan, qaysidir joyini to'g'irlamoqchi bo'lgan, o'zgartirmoqchi bo'lgan, tizimlashtirmoqchi bo'lgan, avtomatlashtirmoqchi bo'lgan, boringki, ular sotuvni oshirmoqchi bo'lgan, pulni ko'paytirmoqchi bo'lgan akalar uchun. Xo'p. Avvalambor uzr so'rayman. Mazam yo'q, gripp, istimalab yotibman. Shunday bo'lishiga qaramasdan niyat ketgan edi shu hafta bitta bo'lsa ham video qo'yaman deb eplaganimcha qo'yyaman. Xudo xolasa rozi bo'lasizlar. Zvuk boshqa video formati kачествосiga rozi bo'lasizlar. Xo'p. Ma'nosiga e'tibor berasizlar xudo xolasa. Xo'p. Birinchi sotuvni agar oshirmoqchi bo'lsangiz, sotuv bo'limini yaxshilamoqchi bo'lsangiz, tasavvur qiling. Ustozingiz, biznes ustozingiz Ibrohim aka Gulyamov yoki Alisher aka Isayev yoki yana bir boshqa biznes ustozingiz va birga o'qigan o'quvchilar, treningdagi kursdoshlaringiz yoki biznes klubdagi sheriklaringiz sizni sotuv kompaniyangizni sotuv bo'limiga ekskursiyaga kelishdi. Polni ko'rib chiqyapti. Tasavvur qiling. Nimadan uyalgan bo'lardingiz? Nimani yashirmoqchi bo'lardingiz? Nimani berkitmoqchi bo'lardingiz? Shu savol haqida ozgina o'ylang. O'ylab olgan bo'lsangiz, yoki videoni pauzaga qo'yib o'ylasangiz ham bo'ladi. Keyinchalik uzoqroq o'ylamoqchi bo'lsangiz, dalishda davom etamiz. Keyingi savol. Primo efirda tasavvur qiling, 1000 ta yoki 5000 ta odam ko'rib eshitib turibdi. Sizni call centeringizga telefon qildik. Mijoz sifatida va savollar berib, mahsulotingiz va xizmatingiz haqida ma'lumot oldik. E'tirozlar berdik. Stressga chidamliligini tekshirib ko'rdik. Provokatsiya qilib ko'rdik ozroq. Qanday bo'ladi, nima bo'ladi? Qanchalik bu suhbatda eshitishga tayyor bo'lasiz? Yoki sotuv menejerlaringiz o'zi suhbatini, zapsini qanchalik eshita olasiz? Oxirigacha eshita olasizmi? O'ylab ko'ring. Xo'p, dalsha o'ylaymiz. Sotuv voronkangizda etapida eng ko'p qaysi etapda klientlar to'xtab qoladi? To'kilib ketadi mana shu etapda, keyingi etapga o'tmaydi. Ammo CRM yoki Bittrex CRMingiz bo'ladigan bo'lsa, ko'ring statistikani. Qaysi etapda to'xtab qoladi? Xo'p, bu haqida o'ylang. Va mana shu etapda nimaga to'xtab qoladi va qanday qilib keyingi etapga olib o'tish mumkin? Shu haqida o'ylang. Keyingisi, klientlaringiz eng ko'p nima e'tiroz beradi? Nima deydi? Qimmat deydimi, o'ylab ko'raman deydimi, boshqasi bilan ishlaymiz deydimi, buyurtmachi поставщикimiz bor deydimi, nima deydi xullas? Aynan sizning mijozlaringiz, sizning mahsulotingizga, sizning xizmatingizga nisbatan eng ko'p e'tiroz qaysi? O'ylang. Endi savol. Mana shu e'tirozning yechimi o'laroq nechta yechim javob topib qo'ygansiz, tayyorlab qo'ygansiz? Agar yo'q bo'lsa, hozirning o'zida videoni pauzaga qo'yib, yechim topib qo'yishingiz ham mumkin. Xo'p, dalishi. Sotuv bo'limingizni eng узкий местasi qayer? Butilnik qayerda? Eng shu sotuvdan to'xtatib turgan qismi qayerda? Yoki qaysi qismini tartibga keltiradigan bo'lsangiz yoki tizimlashtiradigan bo'lsangiz yoki avtomatlashtiradigan bo'lsangiz yoki yaxshilaydigan bo'lsangiz, sotuvda o'sishga to'g'ridan-to'g'ri keskin farq qiladi. Xo'p, dalish yana savol. Ayrim call centerlarda, sotuv bo'limlarida AI agentlar ishlayapti o'zi, joriy qilingan. Sizni sotuv bo'limingizda qaysi elementarniy protsesslar yoki ishlar, jarayonlar hali ham tartibga qo'yilmagan? Hali ham bartak bunday qilib aytganda, sho'rva yoki bo'lmasa o'ylang shu haqida. Qaysilar tartibga keltirmagan?
Mana shu savollarni iloji bo'lsa qayta-qayta eshitib, qayta-qayta o'ylashingni tavsiya qilamiz. Bu savollar xudo xolasa ozgina bo'lsa ham sotuv bo'limingizni yaxshilashga turtki bo'ladi degan umiddaman. Javob o'zingizdan chiqsa zo'r. Agar mabodo javoblar topilmasa, xudo xolasa keyingi videolarda tayyor instrumentlar berishga harakat qilamiz sotuv bo'limini yaxshilash uchun. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.